Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzumiz boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligi fanining asosiy maqsadi, vazifalari va asosiy tushunchalari. O'qib eshittiruvchi Islom va Saida. Bugungi mavzumizning rejalari. Birinchi rejamiz boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligi fanining asosiy maqsadi. Ikkinchi rejamiz boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligi fanining vazifalari. Uchinchi rejamiz esa boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligi fanining asosiy tushunchalari. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligi fanini o'tishdan maqsad talabalarni pedagogik kompetentlikning ilmiy nazariy asoslari, kompetentlik tushunchasining mazmun mohiyati va ta'limdagi innovatsion jarayonlar tizimida o'qitish va tarbiyalashda kompetentlikka nisbatan chuqur pedagogik psixologik tayyorgarlikni shakllantirishdan iborat. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligi fanining asosiy vazifalari esa quyidagilar. Talabalarga pedagogik kompetentlikka doir manbalardan foydalana olishga o'rgatish va ularda pedagogik kompetentlik haqidagi tasavvurlarni hosil qilish. Bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy kishilik jamiyatda oldida turgan eng muhim muammolardan biri ta'lim-tarbiya jarayonini modernizatsiya qilishga oid istiqbolli yo'nalishi bo'lgan pedagogik kompetentlik yuzasidan nazariy bilimlar bilan tanishtirish. Ta'lim-tarbiya jarayonini bola ruhiyati, uning nevropsixologik, nevropedagogik imkoniyatlarini hisobga olgan holda tashkil etish uchun zarur bo'lgan bilim ko'nikmalarini egallashlarini ta'minlash. Pedagogik faoliyatni amalga oshirishda ijodiy va metodik savodxonlikni hamda kompetentlikka nisbatan chuqur pedagogik psixologik tayyorgarlikni shakllantirishdan iborat. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligi fanining asosiy tushunchalari o'qituvchilik faoliyatiga oid muhim nazariy va amaliy kategoriyalarni o'z ichiga oladi. Quyida ularning eng asosiylari keltirilgan. Kompetensiya so'zi tarjimada layoqatli, munosib bo'lmoq kabi ma'nolarni anglatuvchi lotincha competere so'zi asosida hosil bo'lgan. Kompetensiya deyilganda shaxsning biron bir sohadan xabardorlik, shu sohani bilish darajasi tushuniladi. Kompetentlik esa ma'lum holat yuzasidan to'g'ri mulohaza yuritishga imkon beradigan, bilimga ega bo'lish, dalil isbotli fikr, kishining muayyan sohada saviyasini ifoda etadigan atama. Kompetentlik shaxs xususiyatlari va holatining murakkab majmui bo'lib, ma'lum sohadagi bilim, ko'nikma va tajribani mujassamlashtiradi. Kasbiy kompetentlik o'qituvchining o'z kasbiy vazifalarini samarali bajarish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishi. Pedagogik kompetentlik o'quv-tarbiya jarayonini rejalashtirish, tashkil qilish, baholash va tahlil etishda o'qituvchining layoqati. Tayanch kompetensiyalar o'quv rejasidan o'rin olgan barcha o'quv fanlarining mazmuni va o'qitish jarayoni orqali tashkil toptiriladigan kompetensiyalar sanaladi. Umumiy predmetli kompetensiyalar, ya'ni fanga oid kompetensiyalar o'quv rejadan o'rin olgan ijtimoiy, gumanitar, tabiiy, matematik va amaliy o'quv fanlarini o'qitishda o'zaro fanlarni bog'lanishlarini amalga oshirish orqali tarkib toptiriladigan kompetensiyalar nazarda tutiladi. Umumiy fan kompetensiyalari o'quv fanlari va ta'lim sohalarining turli sohalariga tegishli. Xususiy kompetensiyalar ta'lim-tarbiya jarayonida DTS bilan me'yorlangan bilim, ko'nikma va malakalar asosida tarkib toptirilgan kompetensiyalar hisoblanadi. Kommunikativ kompetensiya esa ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda bironta xorijiy tilda o'zaro muloqotga kirisha olishdan, muloqotda muammolar madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi media manbalaridan zarur ma'lumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, saqlashni, ulardan samarali foydalana olishda, ularni xavfsizligini ta'minlashni, media madaniyatga ega bo'lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. O'zini o'zi rivojlantirish kompetensiyasi esa doimiy ravishda o'zini o'zi jismoniy, ma'naviy, ruhiy, intellektual hamda kreativ rivojlantirish, kamolotga intilish, hayot davomida mustaqil o'qib o'rganish, kognitivlik ko'nikmalari va hayotiy tajribalarni mustaqil ravishda muntazam oshirib borish, o'z xatti-harakatlarini muqobil baholash va mustaqil qaror qabul qila olish ko'nikmalarini egallashni nazarda tutadi. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalari
jamiyatda bo'layotgan voqea hodisa va jarayonlariga daxldorlikni his etish va ularda faol ishtirok etish, o'zining fuqarolik bo'lish va huquqlarini bilish, unga rioya qilish, mehnat va fuqarolik munosabatlarini muomala va huquqiy madaniyatga ega bo'lish layoqatlarini shakllantirishda nazarda tutadi. Milliy va umummmadaniy kompetensiya vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e'tiqodli bo'lish, badiiy va san'at asarlarini tushunish, orasida kiyinish, madaniyat qoidalariga va sog'lom turmush tarziga amal qilish layoqatlarini shakllantirishda nazarda tutadi. Ushbu fanning asosiy tushunchalari shulardan iborat. E'tiboringiz uchun esa rahmat.